Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong. Bugun 12 oktyabr 10-oy 2025-yil. Soat hozir 06:49. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Siz bizning yurtboshimizsiz. Siz O'zbekiston Respublikasida shu kunga qadar juda ko'p adolatsiz, nohaq ishlarni fuqaroga nisbatan olib borganini ko'rib kelayotgan vatandoshimsiz. O'zbekiston Respublikasining hozirda prezidentisiz. Bu 5 kunlik dunyoda 5 kunlik amal bilan siz va qo'l ostingizdagi buyrug'ingizga bo'ysunuvchi butun O'zbekiston boshqarmalarini ichida tegishli adolatsiz organ xodimlari, tegishli adolatsiz amaldorlar, tegishli adolatsiz shifokorlar va ularga sidqi dildan ularni aytganini qilib xizmat qiladigan biz kabi Qo'shtirnoq ichidagi O'zbekiston fuqarolarini, ya'ni Qo'shtirnoq ichida xo'rlanib kelayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini ustidan tuhmat qiladigan, yolg'on gapiradigan fuqarolar ham bor demoqchiman-da. Mana shunday oramizda vatandoshlarimiz bor ekan. Men hozirda ikkiga bo'lib gapiraman. Vijdonsiz va vijdonli vatandoshlarim deb. Chunki doim haqiqatni, to'g'rilikni aytgan yaxshi. Boshingga qilich kelsa ham yolg'on gapirma deydi. Men doim to'g'ri so'zli bo'lib, bor haqiqatni aytganman. Oramizda xalq va qonun vatan uchun sofdil odilona xizmat qiladigan, chin yurakdan xizmat qilib, haqiqatni yuzaga chiqaradigan hali menga ro'para kelmadi. Bironta bir yuqorida hali. Men hammasini ko'rib kelyapman. Mayda-chuyda ishlar bo'yicha yordam bersa berdi, chunki u mayda-chuyda ish. Jiddiy va dolzarb masalalar bo'yicha menga, hatto qo'pol qilib aytganda, siz ham yordam bermayapsiz. Chunki sizni nomingizga yozilgan arizalarimga ham umuman javob xati bermayapsiz. Garchi mening so'zlarim sizga qaratilgan, sizga murojaatim yo'naltirilgan bo'lsa-da. Endi yana bir narsani aytib o'taman. O'zbekiston Respublikasining ona vatanimizning sud tizimida bu aslida maqtab bo'rttirib aytay, juda katta boshqarma. Inson hayotiga qo'pol qilib, boshqacha qilib tarzda aytganda nuqta qo'yadigan boshqarma. Ushbu nuqta qo'yadigan boshqarma sud qarorlarini adolatli emas, adolatsiz tarzda chiqarganlar yetmaganidek menga nisbatan. Garchi diktafon zapislarimni eshitib, men so'zlarimni tinglab, advokatim so'zlarini tinglab, hujjatlardagi holatlarni ko'rib, umuman adolatli ishlar qilmasdan kelmoqda. 2013-yil 17-19 avgust 8-oydan beri hatto Oliy sud ham bundan mustasno emas. Oliy sud, bu Oliy sud deb aytiladi. Lekin avvalambor biz tumandan viloyatga, viloyatdan respublikaga chiqib borar ekanmiz. Mana shuni o'zi ham jiddiy dalil, fakt emasmi? Bizning ona vatanimizda fuqarolar qayerlargacha yetib bormoqda. Ana shuning uchun adolatsiz ishlar bo'lganligi uchun fuqarolar yozish, chizish bilan yuguradi va ularni yozuvchi deydi, pisir deydi. Buni isbotlashga menda hatto yozma tarzdagi hujjatlar ham bor. Bittasi shunaqa mana talqin qilgan. Zarur bo'lsa uni isbotlashga kirishaman. Katta joy odamlar bilan. Hozir esa asosiy masala aytmoqchi bo'lganim, o'sha sud tizimida
yana bitta narsani guvohi bo'ldim. Qaysi sudga ariza yozsangiz, qaysi sud deyman, lekin hozir tegishlarini aytib o'taman. Qaysi sudga ariza yozsangiz, sudlar sizni arizangizni kassatsiya yoki apellyatsiya qilib ko'radi. Sharmanda. Bu prikol emasmi? Bu uyat emasmi? Bu maynavozchilik emasmi? Endi kimlarligini aytaman. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, siz yurtboshimiz bo'lgani uchun sizga ushbu so'zlarni murojaatli tarzda tushuntirib aytmoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sud raisi, jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sud raisi, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sud raisi va xodimlari zarur bo'lsa kimlarligini ajratib ham aytib beraman ularni. Ushbu 3 ta sudda aslida boshqa sudlar bor. Men hozirgi mana shu 2025-yilgi holat bo'yicha gapirmoqchiman. Men ariza yozsam, Yangiyo'l tuman sudi bilan Toshkent viloyat sudi arizamni menga diktovka qilib, mani murojaatimni o'z xohishicha ular yo'naltirib, boshqa tomonlarga burib, maynavozchilik qilib, meni zakaz sud qilmoqchi bo'lib, arizamni kassatsiya tartibida ko'rishga kirishishdi. Agar men apellyatsiya, kassatsiya yozish kerak bo'lgan paytida apellyatsiya yozsam, kechiktirib, ular kassatsiya yoz derdi. Agar kechiktirib yozsam, apellyatsiya yozib, kechiktirib nima qilsam, yo'q, kassatsiya yozing derdi. Xullas, demoqchi bo'lgan bularni almashtirgizar edi. Lekin meni arizamni ular kassatsiya qilib ko'rishga kirishdi. Chunki bular sherik bir-biriga, bir-birini himoya qiladi. Bizning xalqimizda bir gap bor. Uni yuqoridagilar ishlatadi, ishlatmaydi. Qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi deydi. Misol tariqasida mantiqiy darajada xalq bir-biriga tushuntiradi. Va xalq bunday ishlarni ko'rgandan keyin fuqarolarga o'z huquqini talab qilib yurgan, menga o'xshab nomini oqlash uchun kurashib yurgan, huquqini to'g'ri talab qilib yurgan fuqarolarga qarab aql berishga kirishadi. Ba'zilar jon ochib, ba'zilari prikol qilib, ey oqimga qarshi yurma, siyosatga aralashma deydi. Senga tinchlik kerak emasmi deydi. Ey o'ldirib yuboradi deydi, ey qamatib yuboradi deydi. Ey jinni qilib yuboradi deydi. Aynan mana shu narsalarni men darajasi bilan ko'rib keldim. Avvaliga men amnistiya gelentirda 4-aprel 4-oy 2014-yili. Shu yilning o'zida 28-avgust 2014-yili 10 sutkaga tiqdi. Keyin men jiddiy 4 tasini aytaman-da hozir. Qolgani aytsam gap ko'p. 3-inchisi meni majburiy tarzda jinnixonaga yotqizib, jindiga chiqarish uchun, ruhiy kasalga chiqarish uchun Qo'ychichuq tumanidagi fuqarolik sudiga meni chaqiribdi. Mishda men bormabman, Mishda meni rudiga jabrlanuvchi deb poveska berib chaqirdi-da, meni rudiga tepaga chiqqanimda ikki qo'limga narushnikda shunday taxtada sudni chiqargan ajrimini o'qib, menga meni Chinoz tumani IIB boshqarmasining 3-etajdan pastga olib tushib, narushnikda to'g'ri Sergelidagi jinxonaga bordi. Sud ajrim chiqaribdi, 1 oy sud tibbiy ekspertizasini o'tkazilishini menga nisbatan. Avvalambor Alloh bor, qolaversa sog'lomman, aql hushim hali ham joyida. Bu yerdan sog'lom topilib chiqdim. 1 oy shunaqa atido tekshirildim, ularni aytsam ko'p gap, muhimi atido tekshirildim. Shundan 1 yil o'tib qarasam, men maydalashib yurgan ekanman-da. Men asosiy odamga boray dedim. Chunki u odam hamma biladi, oddiy odam emas. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi, general polkovnik, hozirda sobiq, o'sha paytda amaldagi SMB boshlig'i janob Inoyatov Rustam Rasuluvichni ustidan 25-iyul 7-oy 2017-yili
yozgunimga qadar man 4 tarita berdim. Menga javob xati bermagandi. To'g'risini aytganda sizga o'xshab. Siz ham siz nomingizga yozgan arizalarimga, sizga YouTube orqali hattoki og'zaki qilayotgan murojaatlarimga sizdan menga aloqa javob xati bo'lmayapti. WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqing deyapman. Sizni hayotingizga, sog'lig'ingizga hech qanaqa xavf bo'lmaydi deyapman. Menga prezident vertolyot qabulxonasiga borganimda duch kelgan fuqaro prezident qabul qilmaydi, hayotiga xavf solib bo'lmaydi, xavfli vaziyatlarga duchor qilib bo'lmaydi degan ma'noda bir gaplarni aytdi. Hozir endi men diktofon emasman, so'zma-so'z aytib beradigan, muhimi mantiqiy darajasi so'zlarni qisman aytyapman. Xullas, o'sha Inoyatov Rustam Rafulovich menga javob xati bermagani uchun va xodimasining so'zini eshitib, diktofonga yozib olganim so'zlarini eshitib, men aytdim, men unda dedim, Inoyatov Rustam Rafulovichni yozaman dedim. U sizni huquqingiz dedi. Shu bilan keyin chiqdimda shikoyat qildim ustidan. 10 kunga bormadim. Qizig'i, murojaatni 1 oy ichida javob xati berish kerak. Agarki adolatsizmi, adolatlimi bo'lsa ham 1 oy ichida javob xati berish kerak. Lekin ba'zilari o'tkazib beradi, uni hech kim chorasini ko'rmaydi. Ba'zida javob xati ham bermaydi, ularni ham hech kim chorasini ko'rmaydi, himoya qiladi. Xullas kalom 10 kundan keyin men o'sha Chinoz tuman ichki ishlar boshlig'i, o'sha paytdagi amaldagi boshlig'i podpolkovnik Qo'ziboyev Bahadirovichni menga nisbatan tushuntirish xat yozganman, qilgan shunday ishlari bo'yicha hamda unga sherik bo'lib astoydil bir-biriga yordam bergan o'sha paytdagi tuman hokimi, prokuratura sohasida ishlab kelayotgan odam, vatandoshimiz hokim bo'ldi 2017-yilda. Shunda Madiyev Akmalxon Erkinovich hammasini ko'rib turib, u kishi ham birgalikda menga nisbatan shunday adolatsiz tuhmatli ishlarni amalga oshirdi. Hatto sudlar ham birikdi. Xullas, juda katta joylar hujjatda bor, ismlari borini ko'rsata olaman, qolganlarni ko'rsata olmayman, lekin kimlarligini men o'zim bilaman. Avvalambor Alloh biladi. Shundan so'ng 2 yil 8 kunga uyga kela olmadim. Uni 3 oy 3 haftasi topshirmada bo'ldim. Tergov sud jarayoni tugaguniga qadar hibsxonada ushlab turildim. Toshturmada. Qolgan hammasida Sergelida, Halqabadda, Jinnixonada, ruhiy shifoxonada sog'lom holimda davolandim. Avval sog'lom topilgan edim. 21-may 2016-yilga qadar 1 oy majburiy ushlanib, qamab qo'yilib tekshirilganimda. Shundan so'ng 2017-yil 24-oktyabrda 2 haftaning ichida men qamab qo'yilib, shunchaki avtobiografiyam so'ragan, bitta avtobiografiyam so'radi, bo'ldi. Shu bilan men ruhiy kasalga chiqarildim. Garchi men militsiyada avval askar bo'lganman. Militsiyada sovet paytida AMON derdi. Men ishlagan paytda mobil nazorat derdi, hozir MON deydi. Keyin POPESda ishlaganman, 1-batalyon, 1-otryad, 1-guruhda. Keyin Domborodda vanchasida ishlaganman, 63-773 da o'qchi bo'lib. Undan keyin jindaga chiqarishimdan rovna 1 yil oldin sog'lom topilganman. Men qanaqa jinda bo'lishi mumkin? Gazeta, kitoblarga she'rlar, maqolalar chiqqan. Meni ijodiy ishlar bo'yicha chizgan rasmlarim bor, yozgan she'rlarim bor, maqolalarim bor. Xullas, men huquqimni talab qilganim uchun ularni kirdi-ko'radi fosh bo'layotgan darajasi yuqori bo'lgani uchun xavfdan ular o'zlarini karyerasini saqlab qolish uchun hamda oilamni boqishim kerak degan fikrda menga adolatsiz tarzda hujumlar qilib kelinmoqda. 12 yildan oshdi mana. Zaftni shu yerda to'xtataman. E'tiborlar uchun rahmat.